katta maydoni bo'lsa, o'shani bu yoq betida madrasa bor mana. Eski madrasa bor. Madrasani radida joylashgan joyi shunday sivilizatsiya markazi bo'lsa mana qarang. Bu yerda Hazrat Imom masjidi bor. Hammasi bir qadam pastda karzinkalagacha turibdi. Naryoqda karzinka ochilgan. Hamma narsa bor. O'sha radida, o'sha madrasaning radida kevamiz bitta xonadon, u xonadondan tugidi. Mana Burchidagi xonadon mana shu. Anaqa Tannovdan mashaqqacha. O ichkarida katta tom bor-ku. O'shani devorini chegarasigacha. U katta tom ham sotilayotgan ekan, uni hali bilmadik. Nesh bo'lyapti. Mana bu Islom sivilizatsiya markazi. Shundan ro'parasi.